Anam oldimi? Ha. Xudoga shukr, mana bugun ham desang, og'zni ochdik. O'lmay yetmay mana shomga yetib keldik. Ertaga bo'da Xudo mehribon. Qiynamadimi? Qanday iftorlik qiynamadimi bugun ro'zalar? Qiynavad desang, yomon qiynadi shu kuni, yomon suv sodim. Mana choyim qo'lda, nanim qo'lda, tik turgan joyda yeb yotibmiz. Nima bo'lsa shu qolgani. Alloh qabul bo'lsin. Alloh qabul. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugun seshanba kuni 4-mart. Ro'zani 4-kuni. Alloh barchamizga tutgan ro'zalarimizni, o'qigan namozlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Mana bizlarda iftorlik berishadi, mana shunaqa qilib sho'rba pishiradi. Iftorlikka tayyorgarlik olyapmiz hozir. Mana qishloq aholisi shunday kelishadilar. Mehmonxonani ham ko'rsatamiz inshaalloh. Mana shunday iftorlik beriladi bizda. Bu sho'rba. Mana bu ham qozonda qaynab o'tirgan sho'rba. Oho, alayabildiğimizden görürsün. Ha. Getiriyorsun. Ba, nerede? Salam. Ha, adan aytdimi? Ha, alaydan undan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday xurmo berishadilar. Mana hozir iftorlik shunday tayyorgarlik olinadi iftorlikka. Mana bu bizning qishloq. Iftorlikka tayyorgarlik olyapmiz hozir. Mana bu ham bizning mahalla raisimiz. Mana shunday navazalar getir bari. Mana bu ham bizning mahalla raisimiz. Mana bunga qara, mana hamma shuning alg'i beriga oladigan, u beradigan. Maqsad oladigani yo'q, hammasi beradigan shuning. Qaysidan? Qo'yma mana shuning, hammasi beradigan shuning. Oladigani yo'q, hamma qardolar mana shu yerda. Mana bu ham mahalla raisi. Nima deysiz? Navozo kameraga ko'taring, o'ylar yuribsizlar. Choy akal. Uzayt, kaçma. Can gel bir yapsın böyle. Ha. Ne kime? Ana Zakir bir tutib o'tiran Zakir. Mana shular qo'yinglar, so'radi, modellarni. Ivozini so'radi qo'yma. Va da'vat qo'yib ber ekan. Nima? Ikrom? Bari o'tirib. Dasturlarni qo'y deydi, dasturlar. Butunlarni qo'y bu tushaklarni. Shukur, dasturlarni qo'y deydi, o'tan. Zaman.
Böyle taktan geçti. Kutay, aklımda da bu kızını var. Yürü. Yürü. Sen koysan ben koymayın ha, çok koy. Bu duranı. Oldu. Haydi onu geliyor eline, geç iyisin geç. Çay içi var ya. Çay içi bildiğiniz gidin divanlara çıkın. Gel otur. Durmadınız ama. Hayırlı ağa. Narxım rozalar. Rozaların bir yaxşı, ben indi bir dakikaya kaldı. Oo maşallah. Bir dakika kaldı deyin. Ova bakarım ben inşallah. İnşallah. Kabul olsun tutan rozalarımız. Eri dağa salam aleyküm. Aleyküm selam. Yaxşımı sağım bakayır mı? Narxım rozalar bugün kıynamadı mı? Bana Kudaya şükür. Tuvalet hadi. Oy maşallah. Allah kabul etsin. O kıynamadığınızda tutan rozalarınızda. Kabul olsun. Amin Keyin inşallah. kronalardan yetirdin. Yaxşı günlere yeteylik hepimiz. İnşallah amin inşallah. Doldum bana. Kabul etsin tutan rozalarınızda kıynamadığınızda. Videoga hal oturdu dedi. Roda tutgan. Assalomu alaykum Veli ağa. Aleykümselam. Yaxshimi sağlık mı? Xudoga shukr. Bu nima bo'lib yotib burada? Bu yerda mana bizlar bir shu shom bo'lindan so'ng xalqlar jemlab tani iftar etamiz. Demakdani. Ro'zaning ayında shundan edilmadi. Her rozayda mana musulmon qavmlar mana shunaqa bir musulmon o'g'illar qatnashib yemaganlar her beklarına şu ara uzoqdan yaqindan kelenlerine her kelime hoş geldiniz aytgan qadarlarına esana. Ro'zalarni kelib achcho'lar, ha, shunday iftorlik beriladi. Roza olsun gelip atışıyor. Rahmetçiler. Tutulan ro'zalar, o'qiy namozlar, barcha musulmon xalqina muborak bo'lsin. Inshaalloh. Nima niyat eden bo'lsalar, niyatlarini yetirsin Allohim. Amin. Osmon ağa, ko'rnikida-da. Bana görün otayım diye. Bo'ldi. Şimdi barınızdan son verecek. Barınızdan bir şey oturmayan var mı? Hadi üç nefer. İçmen koy, tukatman koyasın. Ben sorman. Sorban getir aşağı. Ana geliyor. Hiç olmasa yok lakin. Döndür. Şükür getir. Sizlere mi uçmaya durma ne bencik. Bana bundan sonra. Şimdi çok gideceğim. Hadi sonra koyun bolda. Bolda. Akıl. Mana bizda azon ham qildi. Azon ham qildi. Tutgan ro'zalar esa o'qigan namozlar esa barcha musulmon xalqini Alloh joyida qabul qilsin. Tutgan ro'zalar ham o'qigan namozlar Alloh dargohida qabul bo'lsin. Meni bir xurma yo'qmi? Teşekkür. Mana men hamingni ochaman. Men hamingni ochyapman. Böyle asık da. Men ham do'rdim.
Sivaga. Shom namoziga kirdik mana. Shom namozi. İftorlikni ham ochib bo'ldik hozir. Mana bu bizning qishloq aholilarimiz. Bu yer ham bizning qishloq. Videoni shu yerda to'xtatamiz. O'qigan namozlaringiz, tutgan ro'zalaringiz Alloh taolodan qabul qilsin. Amin ilohim. Barcha musulmonlarga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Açılmadıgan var mı hali? Bu ne? Bu kibirlik koyar ama öğretmen ama. Yuvarda, yuval koydu. Bana şorva. İşçek var ait bana uzadılar. Geldi içeri Ha gidip. işçekler gelin o bana rozanın şorvası ağız açmanın. İftarlık şorbası değil maşallah maşallah. Afg'onistonda shunaqa iftorlik beradi qishloqdan, qishloq aholilari. Har oqshom bir kishi mana shunday iftorlik qilib beradi bizning qishloqda. Tutilgan ro'zalar, o'qigan namozlar. Shatı çanagın tez. Barcha musulmonlarga muborak bo'lsin. Ey za gelin sen bu kuyruklar hay kuşu za şu oradan. Ma gel götürsün beni ben açayım. Al. Nimet al şimdi. Kaşık al. Ağzınları öyle var mı? Orada götür bakma karım. Hay sayıda bak tamam. Bişme. Elim pişme. Elim pişer pişmeye çıkanıyor. Ben şu barkı yak berek ve ki adacı bu on bota kemayız deysen. Ana. Bir çemçe git yatayım ha. Ya.